Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men doktor Umid, travmatolog ortoped. Bemorlarim va kuzatuvchilar orasida eng ko'p beriladigan savollardan biri bu tizza bo'g'imi oldingi qochsimon bo'ylami jarohatlarida har doim ham jarrohlik amaliyoti shartmi, ya'ni har doim ham operatsiya qilish shartmi degan savol ko'plab uchraydi. Bugun aynan qaysi holatlarda operatsiya qilish kerak yoki qaysi holatlarda operatsiya shart emas, mana shu mavzu haqida sizlarga qisqacha va oddiy tushuntirib o'taman. Tushuntirishdan avval sizlarga oldingi qochsimon bo'ylam nima va uning vazifasi nimadan iborat shu haqida biroz ma'lumot bermoqchiman. Oldingi qochsimon bo'ylam bu ya'ni tizzaning boldir va son suyaklarini o'zaro bog'lab turadigan bo'ylam hisoblanib, ular oldingi va orqa qochsimon bo'ylamlarga bo'linadi. Va jarohatlar orasida oldingi qochsimon bo'ylam orqa qochsimon bo'ylamga nisbatan ko'plab uchraydi. Oldingi va orqa qochsimon bo'ylamlar tizzaning barqarorligini saqlab turuvchi asosiy figura hisoblanadi. Oldingi qochsimon bo'ylam tizza bo'g'imining barqarorligini saqlaydigan asosiy bo'ylamlardan biri va u sakrash, sirpanish va sport mashg'ulotlari, sport o'yinlari hamda og'ir jismoniy mehnat va tizzaning og'ir jismoniy harakatlarida tizzani qo'llab-quvvatlaydigan asosiy pay hisoblanadi. Agar oldingi qochsimon bo'ylam uzilsa, bemorlar tizzalarida bo'shashish, kuchsizlik, tizzada tez-tez chiqib ketish, sport paytida ishonchsizlik va ba'zida shish, og'riq. Lekin muhim jihat shuki, hamma bemorlarda ham bu klinikalar bir vaqtda va bir xil kuzatilmasligi mumkin. Endi esa mavzumizning asosiy qismi oldingi qochsimon bo'ylam uzilganda qachon operatsiya qilish shart yoki shart emas, shu haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Demak, qaysi holatlarda jarrohlik amaliyoti tavsiya qilinadi? Shaxsan o'zim bemorlarda har doim aytaman, ya'ni MRT va rentgen tekshiruvlariga qarab har doim ham jarrohlik amaliyotini tavsiya qilib bo'lmaydi. Sababi har bir bemorda yuqorida sanab o'tgan klinik holatlar har xil kuzatilishi mumkin va har bitta bemor individual hisoblanadi. Shaxsan o'zim operatsiyani kimlar uchun tavsiya etaman? Faol ijtimoiy holatga ega bo'lgan bemorlar, agar bemorlarimiz sportchi bo'lsa, tizzada tez-tez chiqib ketish holatlari bo'lsa, oldingi qochsimon bo'ylam zararlanishi bilan birgalikda mensklar yoki orqa qochsimon bo'ylam yoki tizzaning yon bo'ylamlari jarohatlanganda albatta jarrohlik amaliyotini tavsiya etaman. Bu hollarda operatsiya tizzani kelajakda yanada kattaroq muammolardan saqlab qoladi. Oldingi qochsimon bo'ylam jarohatlari operatsiya qilish shart bo'lmagan holatlar bor. Bunda bemorlar sport bilan shug'ullanmasa, kundalik hayotda tizzasi chiqib ketmasa va aktiv harakatlarni bajarmasa, tizzasi barqaror bo'lsa, tizzada mustahkamlik yo'qolmagan bo'lsa va bo'g'imda qo'shimcha kasalliklar va asoratlar bo'lsa, bunda operatsiya shart emas. Va shunga ko'ra qaror ham individual bo'lishi kerak. Ya'ni kimdadir oldingi qochsimon bo'ylam uzilib u operatsiya o'tkazgan bo'lsa, ikkinchi bemorda ham xuddi shunday jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi shart degani emas. Agar sizda tizza bo'g'imingiz yoki oldingi yoki orqa qochsimon bo'ylamlaringizda shubhali holatlar yoki o'zingizda yuqoridagi klinik holatlarning birortasini sezadigan bo'lsangiz, albatta to'liq tekshiruv, MRT tekshiruvidan o'tib, ortoped ko'rigida bo'lishingizni tavsiya etib qolaman. Sababi oldingi qochsimon bo'ylam jarohatlarini o'z vaqtida davolamaslik tizza bo'g'imingizda kelgusida yetarlicha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va keyingi videolarimizda albatta sizning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz.